Hurmatli Pahlavon Najibi Muxtor, nima sabab bo'ldiki siz o'g'loq bo'limining intixob qildingiz va tanladingiz? Inshaalloh biz o'g'loqqa hammamiz shavqimiz, hammamiz palavonmiz, biz yana otamizki padarkisimiz. Yana otamizki palavon edi, yana inshaalloh yinlarimiz palavon edi. Yana biz ham shularga shavq qildik, biz ham shavqiy o'g'loq bo'ldik. Yine kam palavon bildik. Juda ham yaxshi, necha yoshlarlikdan siz o'g'loqni boshladingiz? Faqat biz men-ku xird o'g'loq tarkanman. Shu bachchalar palavonlarnikiga men-ku xird o'g'loq tarkanman. Faqat taxminan xudo durug'lik qilmasam, 4 yashar, 13 yashar bachcha bor edim. Juda ham yaxshi. Pahlavon Najibi Muxtor hozirgacha necha jamoada qatnashib kelgan, necha temda qatnashib kelgan, qaysi viloyatlarda o'g'loq tartgan? Shu biz palavonlar har joyga boradi, bozikilliklarga belmasa, bo'lak joylarga bo'lsa har viloyatga borib o'g'loq tartamiz. Taxorga tartamiz, Qunduzga, Bag'lon, Samangon, har viloyatlarga tartamiz. Yana baxshiki oliylik sonlangan tanod yana bir 3 yil 4 yil ilgari agar Badaxshon kela olmadi, men bir tema Samangon. Hurmatli Pahlavon Najibi Muxtor, siz nima uchun mardim orasida buncha shirinsiz, totlisiz? Albatta mardim sizni yaxshi ko'radi, sevadi. Har qancha sizni to'g'ringizni aytib o'tsak, Sardor, Solor, Ronalduy, Afg'oniston ligi desangiz ham hanuz ham ozdir. Qancha sizni tavsif qilsak, hanuz ham ozdir. Nima uchun mardimning o'rtasida buncha shirinsiz, muhabbatlisiz? Valad o'zim ayron qolganman shu mardimga, meni buncha do'st ko'ralar. Shukr do'st ko'ralar, yana izzatniki Xudo beradi. To'g'ri. Izzatni Xudo beradi. Men xushalman shu mardimni Afg'onistondan, xususan Badaxshondan bizga ko'p ehtiromlar. Bizga chatib ehtirom qilalar. Biz ham shularning ehtiromiga bormizki, bilmayman meni buncha yaxshi ko'ralar. Juda ham yaxshi, umid bildiramanki, sizda albat sadoqatingiz, albat shu o'zingizdan musbat harakatlaringiz, musbat fikrlaringiz Afg'oniston xalqi uchun, ayniqsa Badaxshon xalqi uchun siz o'shaning uchun sevimlisiz, va sizda mardim juda ham yaxshi ko'radi Pahlavon Najibi Muxtor. Albatta boshqa so'rovlar ham bor. Inshaallohki sizdan so'rab o'taman. Liklarda eng ya'ni biron hodisaki siz uchun jazzob tomon bo'lgan bo'lsa, bu to'g'rida aytib bersangiz, nima hodisalarga, nima xotiralaringiz bor, bu to'g'rida aytib bersangiz. Valad biz bir 6 yil biladi kelamiz, 6-7 yil biladi shaqqa kelamiz. To'la avval bilgan yo'qmiz. Duyumga chiqib borganmiz. Yana shu ko'z zahmatlar qildik. Zahmatlar qilamiz, xo'pki Xudoki bermaydi. Biz zahmatimizni qilamiz. Ko'p yaqinlashganmiz, kelgan qonimiz oqqan. Yana yig'laganmiz. Vatan nangi savil belmasa hech gap emas. Odam bir bo'zi deya, bu bo'zi yana taban odamni mulki uchun, viloyati uchun yuragi qo'yadi. To'g'ri. Juda ham yoqimli so'zni aytib o'tdingiz. Badaxshon xalqining aloqalarini o'g'loq bo'limida siz qanday ko'rasiz? Bu to'g'rida aytib bersangiz. Valla Badaxshon yana kulli viloyatlar shavqi, Badaxshon ko'p bir shavqi borki, shaqa 80% deng shu 80% Badaxshi ko'p dey. Mana shaqa kulli viloyatlardan ko'ra 80% Badaxshi shaxti. Yakatop maydonida Yakatitni zinda qilgan, Badaxshon zinda qilgan, bizni ketimizdan vaqt ko'p yaxshi nafarlar, buzurglarimiz bor. Ko'p yaxshi shaxsiyatlar bor, ko'p viloyatlarga bor. Ko'p viloyatlarga, hamma viloyatlarga bor, buzurglar bor, yana Badaxshonga buzurglar bor. Bizni ketdan shaqa hammalari kelgan, Saylbinni kelgan, to shu moligacha bir o'chkisi bor, o'chkisigacha sotib kelgan shaqa bizni ketimizdan tomosha qiladi. Buncha o'g'loqni sevadi. Buncha biz ko'z qo'shilamiz oni. Juda ham yaxshi. Pahlavon Najibi Muxtor, albatta aytib bersangiz, hozirgi sharoitda va 7-davrlikda Badaxshon tujjorlari, savdogarlarni himoyasidan siz bir pahlavon sifatida rozisizmi? Aytib bersangiz bu to'g'rida qaysi tujjordan siz ko'proq rozisiz himoyalaridan? Biz inshaalloh hammasidan rizomiz. Biz avval xususiy kuch odamlardan biz ko'p xushalmizki, biz maydalikdan bizga ot berdilar. Bizni himoya qildilar. Yana hamma viloyat, hamma ulusvollarimizdan biz tashakkurlik qilamizki, bizni ko'p xir deydi, bizga ot berdilar shu bechoralar. Yana menga Abdullayev Vazirboy dedi, ko'p xir deydi, menga ot berdi, maydabacha edi, meni palavon qildirdi. Do'yim undan keyin qo'mondonimiz deydi, Xuvarzodamiz biladi. Yana undan keyin Oysi palavon Piruz deydi. Yana bu davronga keldi, yana raisimiz Raisi Mamadog'oy Yergitol deymiz. Taxallisi. Raisimiz bilan biz ketdan voqea ko'p talosh qiladi.
kecham bir joygamiz, kunduz ham bir joygamiz. Yana Azizboy deydi, yana bularning hammasini bizima yana hali xuddi o'zimdek palavoni rasmi Ojmulaydar deydi, kishimga shuni otlarini cho'paman, qarovda shunamanman u. Bashadda shunam bu amdolarimiz ki shu volimizda otlarini shuni otini ham boshga yana aralata cho'pamiz. Biz ko'p xusholmizki har qancha yana bundan keyin yana bu Raisi Faysal Xurosoni yana Ojipalon Zubayr Shabir Ahmad deydi, injinar Shabir Ahmad Bo'raydan, Ulusvoli Bo'raydan shu bechoralar hammasi bizni keytdan shu sarmoyadorlarimiz mana shaqa kechani kecha qiladilar, kunduzni kunduz qiladilar. Mana shu bizni keytimizdan. Endi inshaalloh tavakkal ba Xudo biz ham xudoylaymiz u. Bulay viloyatlar ham xudoylaydi biz avval bilaydi. Tavakkal ba Xudo Xudovand kimga paysalar qiladi uni. Bu yil Badaxshon temi qahramonlik maqomida erishamiz sizgacha. Qancha yuzdan necha foiz, ya'ni itminoningiz borki Badaxshon temi qahramon bo'lsa? Inshaalloh tavakkal ba Xudo buni zamonat men qila olmayman. Zamonat bunda qila olmaymanki har narsani ki Parvardigor faysala qilsa, yana bandasi hech narsa qila olmaydi. Men o'zimizni ustimizga bunda bardosh qilamanki aytaman 80% men banandaman deyman o'zimda, taban o'zimda raqamga. Yana har viloyatlar ham shu raqam deydi. Yana tabanki Parvardigor ki qaysi bandasini qaysi narsani do'st ko'rgan bo'lsa Parvardigor shunga faysala qiladi. To'g'ri, yoqimli so'zda aytib o'tdingiz. Mana shu irodangiz, mana shu sutcha so'zlaringiz sabab bo'lganki xalq orasida siz mahbubiyat topsangiz, Tengri taolo sizga uzoq umr bersin, uzoq hayot bersin. Albatta aytib bersangiz Pahlavon Najibi Muxtor 7-davrlikda Afg'onistonda eng qimmatli o'yinchilar, albatta o'zingizda ham hech qaysi qiyinchiligi yo'q, lesga olib keling. Albatta agar qimmatli o'yinchi kimdir aytib bersangiz. Valad baqa palavonlar, yaxshi palavonlar bor, har viloyatga bor. Har viloyatga bor. Yana xususan bir mardim bir narsani aytsangiz aytadi javob bu mardim zibonparastlik deydi, aytadi zibonparastlik qildi deydi. Yana Parvardigor xalq qilgan hamma lavzni xalq qilgan. Hech kim lavzidan munkir emas. Bashart hammamiz musulmonmiz alhamdulillah. Yana hamma o'zbay, tojik, afg'on, forsisi yo'q. Yana palavonlarchiga shu palavon Jovid yaxshi palavon. Yana shu palavon Gulbiddin yaxshi palavon voqeatdan o'tmaydi. Palavon G'ulom yaxshi palavon. Shu palavonlar ko'p yaxshi paysaga qararodod biladi. Albatta xorijiy pahlavonlar ham bor. Ularni bilasiz, ko'proq yuqori qararodod bo'ladimi yo ichki Afg'oniston o'z ichkarisidagi pahlavonlar bilan ko'p yuqori qararodod? Taban dohili o'zlarilar ziyorat paysaga $20,000, $25,000 to $30,000gacha qararododi bor palavonlarda. Juda ham yaxshi. Albatta robitalaringiz to'g'risida aytib bersangiz, mana boshqa viloyatlardan yo tashqi o'lkalardan pahlavonlar likda huzur topadi. Amohangliklaringiz to'g'risida hozirgacha qanday amohang bo'lib kelmoqda? Siz bu to'g'rida aytib bersangiz. Bo'la palavonlar aytdim-ku, hammasi inoqaki, bir-biriga shu palavon ot ustiga o'sha arifdorligini qiladi, otdan tushdi, arifdorlik qilmaydi. Biz hamma viloyatlar bizni taniydi, biz viloyatlarni taniymiz. Har qaysi bizga zang ursa, biz boramiz, ular zang ursa, biz zang ursa, ular keladilar. Juda ham yaxshi. Bizga tamosimiz bor, har qaysimiz tamosimiz. Siz bir pahlavon sifatida hozir Badaxshon temida 2 kishi Qirg'izistondan qatnashgan Doston Ruslonov, ayniqsa pahlavon Quvontoy huzuri bor. Bularning bo'lishi Badaxshon temida qanchalik musbat ta'sir yotkazgan? Ta'siri bu adman taban ta'siri bu ki kelsa misolga odamga bir quvvat beradi. Bir quvvat beradi odam dilpur ustiga o'ynaysiz. Yaxshi palavonlar. Agar tabanki agar ular belmasa odam o'zini g'amini tortadi. Adman odam o'zini g'amini tortadi. Hali hamma viloyatlar olib kelgan. Har viloyat 2 palavon haqiqiy xorijisi bor. Juda ham yaxshi. Aytib bersangiz Afg'oniston va boshqa o'lkalar, masalan, mamlakatlar bor, Tojikiston bo'lsin, Qirg'iziston, Qozog'iston, o'yinlari o'rtasida nima farqlar bor? Farqlari to'g'risida aytib bersangiz. Farqlari bayna Afg'oniston va bo'lay xorijlar ko'chati farqi bor. Har raqam farqi borki, Chin otiga belsa, Chin palavoniga belsa. Yana u mardim ayni shu maydalikdan tamrini ko'p. Tamrin qiladilar, imoyati ko'p. Misoliga Afg'oniston o'zingizlarga ma'lum shu Afg'onistonni o'zimiz bilamiz, avlodimiz. Yana u mardim g'ami dunyoga mana shu maydalikdan tamrin qiladi, otman qiladi, uni ham ko'ramiz, ularni bo'z kunustini ko'ramiz, bizni ko'z zamin zamon farq qilamiz. Bizni ustiga u mardagilar
voqeadan farq. Biz ham shu tamrin qilsak, biz ham foruq bo'lsak, narsa qilsak, avval Xudo, unam Xudo xalq qilgan, bizdan Xudo xalq qilgan kamutligimiz yo'q. Juda ham yaxshi. Siz bir pahlavon sifatida Afg'oniston mana yoshlar bor, yosh pahlavonlari bor. Ularga bir trener bo'lsa, bir murabbiy bo'lsa-ki, tamrin bersa, bundoq bir sozmonlar ijod bo'lsa, boshqalar tuzalsa, sizgacha yaxshi emasmi? İnşallah biz xo'shol bilamizki, bir chinda har viloyatga bersa, har viloyatga bersa, bo'lsa bir nafar katta bersa, dars bersa, tamrin qilsalar, odam qavi biladi, puxta biladi. Biz bu bayni Afg'oniston hech gapi yo'q. Biz xohlaymizki, biz borsak xorijga o'ynasakki, vatanimizga bir misol kelsa. Juda ham